Assalomu alaykum, hurmatli chora ishqibozlari. Muslim Chora kanalining hurmatli obunachilari. Shved ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Bugun 22-may hafta kuniga payshanba. Videomiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. O'zimizning xonadondan. Qirg'izistonda zo'rin so'raganda Qirg'iziston Shved. Yo'q uka deganga mana Daniya parodamizni ham olib kelib qo'ydik mana. Daniya ola paroda akalar. Tonnadan o'tadigan buqa bo'ladi, xudo xolasa, go'sht va sut yo'nalishi. Ozgina qarov yo'q, sal arg'ilab qo'ygan xolos. Yo'lishdan bilan adashtirib olmaysizlar akalar. Toza shved so'raganlarga mana zot uchun va go'sht yo'nalishi uchun toza shvedimiz ham bor. Mana ko'ringlarchi. Buni o'tgan videomizda ham qo'yganmiz mana. Nima deyapti akalar? Nima deyapti buqa? Akalar, bu ham bir yosh, bu ham bir yosh. Mana bu Qirg'izistondagi akalar mana. Bu ham endi Qirg'izistonda mahalliylashgan shvedlarida mana. Qirg'izistonda zo'ri deydi-yu mana, Qirg'izistonda zo'ri. Lekin bular faqat go'sht yo'nalishda bular. Bular go'sht va zot yo'nalishiga bemalol tushaveradi akalar. Mana. Hammasini ko'rsatdik-a. Buni bo'yi 1.30, 1 yoshli akalar. Buni bo'yi 1.20, 12-13 oylik akalar. 1 yoshdan o'tib qolgan akalar mana. 12-13 oylik. Bu Daniya parodamiz 5 oylik akalar. Bo'yi 1.8 sm. Mana. Orqasi 4 burchak bo'ladi, orqa korobka bo'ladi bulardan. Mana. Umuman boshqa paroda akalar bular. Adashtirib olmaydi. Yo'lishdan bo'lsa, yo'lishdan deymiz. Daniya bo'lsa, Daniya. Rossiyskiy buzoqlar turibdi, umuman boshqa ular akalar. Mana, o kalalardan ham qarang, tumshuqlari kalta, mana quloqlarni ko'ryapsizlarmi? Boshqacha bo'ladi ekan. Bu kichkinadan boshlasak, buni bo'yi 1.8 sm, 5 oylik, 14 million so'm bo'lsa, ozgina xayri bor. Bu Qirg'iziston shvedimizni yeb ichishlari bu dahshat. Go'shtga boqaman deganlarga mana. O'ta chiroyli buzoq. Buqacha deylik, buqa deylik. Buzoq dema. Ko'ringlarchi, nima deyapti? Bo'yi 1.20 sm, 22-20 million emas, 19 million 500 ming bo'lsa, ozgina xayri bor akalar. Qirg'iziston paroda 2 million 3 million qimmat turadi. Mesniy parodadan, yaxshi bilasizlar akalar. Bu toza shvedlar bulardan ko'ra 2-3 million qimmat turadi. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Hammasidan bor bizda mana. Qaranglar, bu toza shved mana. 100 ga 100. Buni o'zi 1.30 sm bo'yi, narxi 26 million 500 ming so'm bo'lsa ketaveradi akalar bu. Qaranglar, farqni qaranglar. Endi yo'q uka, ikkovsini ham oxirgacha boqaman deydiganlarga ikkovsini jup beraman. 23 million so'mdan bo'lsa ketaveradi akalar. Ozgina xayri bor. 23 million so'mdan mana. Bir oy basinglar, bular ham buni narxiga chiqib qoladi-da. Bir 23 millionga oldim deb xursand bo'lib yurasizlar akalar. Mana. Bemalol aloqaga chiqinglar, o'ta gigant lekin. Bu parodamiz yotyapti. Endi qo'yg'isi yo'q olaman uka. Buni narxi 14 million so'm. Aytma, 1.8 sm. Qo'yg'isi yo'q olaman degan 20 million so'mni yo'l qo'yib beraman akalar. 20 million so'mdan. Endi buni ham 3 oy baqsa, bu ham 20 million bo'ladi-da. Buni ham 20 millionga oldim deysizlar-da. Masalan, 3 oydan keyin bu qanaqa katta bo'lib ketadi. Xudo xolasa, kimgadir ma'qul bo'layotgan bo'lsa, mana zo'rin so'raganlarga 20 million so'mdan bo'lsa, ozginadan xayri bor ketaveradi. Vodiy bo'ylab. Dastlabkamiz faqat vodiy bo'ylab akalar. Ishqiboz bo'lsa aloqaga chiqinglar. Hashaki mollar emas akalar. Bemalol aloqaga chiqaveringlar.